Mayli, tezroq bu pistoletni yo'qotishim kerak. Mana bu yoqqa, mana bu uy menimcha judayam zo'r ajoyib. Mana shu yerga odam yashasa kerak. Ajoyib, yaxshi. Mana endi mana shu yerga pistoletni menimcha qo'yib ketganim yaxshi. Ha, odam yashaydi bu yoqqa. Okey, shu pistoletni qo'yib ketaman. Ana endi bu oladi va mana shu qo'lga tushadi. Davay. Ding dong, davay surdim bu yoqdan. Mayli. Qani chiqib ko'radi, qani. Pam. Judayam zo'r ajoyib aylanmoqdaman. Menimcha judayam zo'r bo'lmoqda. Oh my god, bu yerda judayam ko'p butilkalar ko'payib ketibdi. Bu butilkalarni barchasini olishimiz kerak-da, tozalab chiqishimiz kerak. Bu yerda bizning mahalladagi bomishlar nima qilyapti tushunmadim. Hayronman demoqchi edim. Bu yana nimasi bo'ldi? Buni kim tashib ketgan bo'lishi mumkin? Kim? Kimdir men bilan o'yin qilyaptimi? Kimdir video olyaptimi yoki? Qaysi video olyapsan? Tushunmadim. Ana o'zi ko'raychi. O'z sanimi? Bu haqiqiy pistolet-ku bu. Totib ko'rishim kerakmi? Voy. O'zim bosish kerak. Tushunmadim. Kim tashladi menga bu pistoletni? Kim uyim ostiga tashib ketdi? Yoki men bir zakaz qilganmidim? Yo'q, men bunaqa yomon narsalarni zakaz qilmayman-ku. Mayli. Bo'lganda ham ichkariga kirib o'zim har xil nimaga qarshi kerak bo'lib qoladi. Birorta yomon odam kelib qolsa uyimizga pistoletni ishlatishimiz mumkin. Okey, yaxshi, juda ham zo'r ajoyib. Xo'p, bu yerga qo'ysam ekan. Yo'q, bu yerga qo'yish hatto. Menimcha o'zimni ajoyib. Mana bu yerdagi seyfimga qo'yganim yaxshi. Menimcha juda ham zo'r ajoyib fikr. Okey. Xo'sh, ana endi mana bu beyzbol nima edi mana bu bitas bilan umuman kerak emas deb o'ylayman. Buni otib olishimiz kerak. Yo'q, tutaylik bu mayli. Buni prosta mana bu yerga qo'yib qo'yaylik. Kerak bo'lib qoladi bu. Okey, yaxshi. Ana endi buni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Ajoyib. Yaxshi, o'zimizga pistoletimiz bor. Menimcha juda ham zo'r ajoyib. Ana endi borib o'zimga ovqat qilishim kerak. Mayli, mana bu yerga asta-sekinlik bilan o'z sabzi to'g'ri qo'yibman. Mayli, o'zi boshlaylik ovqatni. Voy, juda ham zo'r ajoyib. Shirin ekan bor. Maza qilib yeyapman deb. Nima desam bo'ladi? Pizza qildingmi deydiganlar bo'lsa, yo'q, pizza qilganim yo'q. Ya'ni pizza zakaz qildim. Boya ovqat qilayotgandim, to'g'risini aytsam, haligina ovqat qilish umuman yoqmadi. Mana o'sha sabzi hali ham turibdi, mana shu to'g'ralgan holda. Mayli. Bu tushmadim. Kim keldi? Men boryapman, ay. Yo'q, tushmadim. Politsiyachi janob, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Voy, nima uchun keldingiz? Biz uylarni tekshirib yuribmiz. Nima uchun uylarni tekshirib yuribsiz? Tushunmadim. Qisqasi biz shu qishloqda atrofda jinoyat bo'lgan. Shu sababdan uylarni tekshirib yuribmiz. Mayli, lekin jinoyat qilmaganini bilsangiz. Mayli, tekshirishim kerak baribir ham. Xo'p, mayli janob, lekin ehtiyot bo'ling, xo'pmi? Mana bu narsalar bilasiz-ku. Okey, mayli. Xo'p, eshikni ochib qo'yib, hech bo'lmaganda bu yerlarda nimalar bor ekan? Bu yerlarda oddiy narsalar bor. Bilmadim. Xo'sh. Pizza yeyapsanmi? Ha, voy, pizzani korobkasini bosibsiz-ku. Mayli, chiqsa yo'q. Xo'sh, hozircha toza. Xo'p, ikkinchi etaj ham bor, to'g'rimi? Ha, ikkinchi etaj ham bor. Okey, ikkinchi qavat to'g'rirog'i. Okey. Janob, bu yerlarda hech nima yo'q. Bu yerlarda yo'q. Mana bu qutining ichida nima bor ekan? Yo'q, hech nima yo'q ekan. Okey, normalniy. Xo'sh, bu yerlarda nimalar bor ekan? Oddiygina narsa. Nima sabzini to'g'rab qoldirib ketgansan? To'g'risini aytsam, janob, ish qilish yoqmadi, endi bilasiz-ku. Okey, bu yerlarda nima bor ekan? Bu yerlarda oddiygina narsa. Mana bu xolodilniklarni ham ko'rishingiz mumkin. Oddiygina narsalar bor. Okey, mayli, oddiygina narsa bo'lsa, oddiygina narsa. Xo'sh, yuqoriga chiqaylik-chi. Xo'sh, bu yerlarda hech nima yo'q. Xo'sh, bu yerlarda-chi. Xo'sh, bu yergacha. Voy, chumam. Voy, jiyanarsan. Voy, senga pistolet nima qilyapti? Men pistolet to'g'rildim, men bu meni uyim ostiga kimdir tashib ketibdi. Davay, yur. Pastga tush. Xo'p, janob, lekin men borib bu pistolet to'g'risini aytyapman. Bu pistoletni men kimdir tashib ketgandi. Yo'q, hozir sen ko'rsatib qo'yaman. Ortimdan yur. Seni hozircha qamab qo'yaman. Uyingni yaxshilab tekshiramiz. Nima? Nima uchun? Men nimadir qildimmi? Ha, sen juda ham yomon ish qilding, tushundingmi? Hozir ko'rsataman sen o'sha yomon ish qilganing uchun. Nima? Men hech nima qilganim yo'q. Sen jinoyatchisan. Sen jinoyatchi. Davay ichkariga kir. Xo'p, mayli. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xo'sh. Hozir eshikchani yopib qo'yadi. Hozir men seni ko'rsatib qo'yaman. Davay ichkariga kir. Men hech nima qilganim yo'q, lekin hech bo'lmaganda men tushuntirib beray, advokat qani?
Advokat keyin gaplashasan. O'zingcha pistoletni olib, yashirib qo'ymoqchi bo'libsan. Yashirib qo'yganim yo'q, janob. Voy, shu ham eshikni o'zib ketdimi yo menga shunday ko'rindimi? Ay, Nursun, nima bo'ladi endi? Bekor olibman-da o'sha mana bu yerdagi nima bo'ladi pistoletni. Qani endi nima qilaman? Ani endi mana shu yerga o'tiramanmi endi? Mayli, chiqilib oxiri xayr bo'lsin. Zato pitsam qolib ketgandim. Janob, menga qarang. Nima uchun men qamashdimman? To'g'risini aytyapman-ku. Toza joyga tegdingda. Men to'g'risini aytyapman. Meni qamab qo'yishdan endi qanday qilib chiqaman endi? Jonimga tegdi bor. Nima uchun oldim shuni? Olmasligim kerak edi-da o'zim. Tinchgina o'tirganim yaxshi edi. Voy, politsiyachi. Politsiyachi bu yoqqa qarang. Hozir men seni tashqariga chiqib boraman. Hozir sen mana oldim, mana shu pistolet meniki deysan. Nima? Voy, pistolet meniki emas edi. U pistolet nima desam bo'ladi? Qayoqqa ketyapsan? Bu yoqdan o't. Mana o'tdan yursang o'lib qolmaysan. Xo'p, mayli. Agarda qochib ketishga harakat qilsang, o'q uzamiz senga. Yo'q, bu o'q uzmayli tinchgina. Mer, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshi. Seni eshitdim, yaxshi ishlar qilib yurmagan ekaning. Yo'q, to'xtang, mer. Noto'g'ri tushunyapsiz. Bu janob politsiyachi ham xato aytyapti. Xato emas, shu uydan chiqdi mana shu pistolet. Bu pistolet o'sha qotillik bo'lgan yerda topilgan. Ya'ni o'sha qotillik yerda bo'lgan o'qi bilan mana shuni o'qi to'g'ri kelyapti. Qisqasi, mana shu to'g'ri kelyapti-da isbot dalillar. Shaqis, bilmadim. Men endi senga himoya qila olmayman seni. Qani, isbotlar to'g'ri kelyapti. Buni men bu pistoletni topib olgandim. Janob, ochmang buni. Okey, mayli. To'g'risini aytyapman, men buni topib olgandim. Sizlar adashyapsizlar, meniki emas bu. Mana shu yerga turganda, xuddi mana shu turgan joyimga. Nima edi, men shu aylanib yurgan paytim, keyin men uyimning oldiga kelayotgandim. Qarasam mana shu yerda turgan ekan. Keyin hayron qoldim. Va mayli, o'zimni himoya qilish uchun kerak bo'lib qoladi degandim. Lekin pistoletni olib yurish noqonuniy, bilasiz-a? Hali hujjatingiz ham yo'q. Hujjatim yo'q, endi hujjat qilmoqchi edim-da. Bilmadim. Sizni baribir ham qilmaymiz ana endi. Tushunmadim. Necha yilga ketaman ana endi? Bilmadim, 15 yillarga ketasan endi. Nima? Bilmadim. Ketdim, bu yoqdan qochish kerak. To'xtang. Qochish kerak. Obunachilar qochish kerak. Tushunursan, meni 15 yilga qamayman deydi. Qani ekan? Bular meni ko'rdimi deyman-da, bu yo'ldan qochishim kerak. Umuman qochmasam bo'lmaydi. Yashirinib olmasam bo'lmaydi. Yaxshi. Mana bu yerga yashirinib olganim yaxshi. To'xtanglar. Mana bu yo'llarga yashirinib olaman hozircha. Tushunursan, o'rmondan chiqib kirganim yaxshi undan ko'ra. Bular tekshirishadi baribir ham. Sanama. Nima? Meni 15 yilga qamayman deyshadi. Bo'lishi mumkin emas. Men axir hech nima qilganim yo'q-ku, bunaqa yomon ish qilganim yo'q. Prosta topib olgandim. Politsiyalar turibdimi hali ham? Politsiyaning mashinasi ana yerda turibdi. Nursun, ana endi nima qilaman? Qornim ochib ketdi. Men yo'laylik deb. Ana endi nima qilaman? Mayli. Boshqa kutib o'tiraman. Yo'q, kutib o'tirsam ham baribir ushlab olishadi. Mana nima uchun qochib ketdim o'zi? Bilmadim. Ana endi nima qilaman? Bu politsiyachilar meni qamab yuboradi. Nursun. Mana bu politsiyachilar turishini. Mayli. Chiqib Nima bo'libdi ekan o'zi? Menimcha ninjami shu yerda. Tushunmadim. Yerda ishlayapti o'z. Pastdan ishlayapti. Mana bu yana nima bo'ldi? Bu kim bo'ldi bu? Tezroq borishim kerak. Bu yana kim bo'ldi? Qanaqadir maskadagi odam. Nursun. Nimani kuzatyapti? G'alati. Mayli. O'tiribdi ekan bu o'zi. Mayli. Xo'sh. Politsiyachilar o'tiribdi bir uyda. Demak, bu bo'ladi. Ya'ni bu uyda kim yashaydi bilmadim bu. Menimcha, buni tutishgan. Qutulib ketdi, ajoyib. Har doimgidek o'zimda rejam ish beradi. Yaxshi. Obunachilar, bu meni qamatib yubormoqchi bo'libdi. Qamatib yubormoqchi bo'libdi. Hali hozir ko'rsataman men senga. Hali qarab turgan hozir bitta uraman shu kallang kirib Sen kimsan? Sen nima? Meni qamatib yubormoqchi bo'ldingmi? Nima uchun? Nima deyapsan? Men prosta yuruvdim, politsiyachilar ko'rib qoldim, nima bo'ldi debman. Nimaga bo'lmasa maska kiyib olgansan? Yuzimda allergiyam bor. Tushunmadim. Quyoshga yuzingga allergiya bormi?
Shu aytmoqchi edim. Bilasan-ku. San ovozingni o'zgarib qolyapti, tushunmadim. Voy, san mani anavi qilmoqchi bo'lingan. To'xtachi bu yoqqa. To'xta, bo'lmasa hozir aytib beraman. Nimani aytib berasan? Uy, tushunarsa mana bulardan. Hozir politsiyani chaqiraman, tushundingmi? Politsiya deb baqiraman, seni shunday qabatib yuborishadi. Oy, o'zingni bos, oy. Yaqinlashma menga. Xo'sh, bu yoqqa kel. Voy, bu yoqqa kel, seni ham qo'lga olishadi, buni qarasan, maskadasan. Yo, meni qo'lga olisholmaydi. Nimaga qo'lga olisholmaydi? San maskadasan, turibsan, juda ham shubhali. Lekin seni qamashlari kerak, tushunyapsanmi? Hozir chaqiraman bularni. Voy, bo'ldi, o'zingni bos, bo'ldi. Davay, yur. Burchakka hal qilib olamiz, mana bu chekkaroqqa. Nima? Politsiya, mana qarab olinglar. Sanimi, to'xta, meni ham qo'layapti. O'zi aslida seni qo'layapti, meni qo'lagani yo'q. Men o'zi yaxshi odamman. Sanimi, to'xta, hozir seni rasmga olaman, videoga olaman. Seni telefonimni zaryad bashi yo'q ekan, nima uchun telefonimni olib yuribman? Tezroq qo'shish kerak. Qayerga ketib qoldi bu? Mana bu yoqqa. To'xta deyapman men senga. To'xta deyapman. Ishlamoq kerak bo'lsa. Voy, to'xta, bo'ldi. To'xta. Nima desam bo'ladi? Gaplashib olamiz. Jumab, qayerga? Mana bu yoqqa ekan. Mana hozir yashirinib oldim deb o'ylayapsanmi? Yashirinib olgandim. To'xta, bu yoqqa kel, sen bilan alohida gaplashib olamiz. Nima desam bo'ladi? Kelishib olsak bo'lmaydimi? Voy, Sarma qanday qilib o'tib ketyapti bu yo'ldan? Bu parkour qoladimi? To'xta. Mana bu yoqdan sakrab oldinga chiqib olaydi. Voy, to'xta, sen bilan alohida gaplashib. Tushib ketib qoldim. Yo'q, keta olimdan. Deydi boru, mana buni qochishini to'xta deyapman men senga. Mana bu yoq sakraymiz, oppa normalni. Qayerga ketib qoldi ekan? Voy, Sarma to'xta deyapman men senga. Qochib ketgan. Davay, tezroq quvla. Qani? Bu yoqqa ketgandimi? Tushunursin. Mana bu ekan buni uyi. G'alati. Menimcha mana shu meni uyi bo'lsa kerak. Yo'ki bilmadim. G'alati. Voy. Qayerga ketib qolibdi ekan? Nursun, endi nima qilaman? Bilmadim. Obunachilar. Kim qilganini kim biladi? Ya'ni mana bu nima desam bo'ladi, pistoletni kim qo'yib ketgan bo'lishi mumkin? Uyimning ostida. Shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Mayli. Buni kutishim kerak. Mana shu yurganman, mana bu yerga ketganday qilib buni kutib o'tiraman.